Men rus tiliga qarshi emasman. Avvalambor shuni tushunib olaylik. Men rus tilimi yoki qaysidir bir boshqa til bemalol rivojlanishi, yayrashi va insonlarning ichida bo'lishini tarafdoriman. Men bunga qarshi emasman. Aytganimdek, o'zim ham 3-4 ta tilni bilaman. Men shunchaki o'z qonuniy haqqimni talab qildim. Agar meni kimdir agressiv yondashyapti deb o'ylaydiganlar bo'lsa, ya'ni O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi qonunining 5-moddasida yozib qo'ygan davlat tilidan foydalanish majburiyatlari deb o'tda xuddi shunaqa kafe, restoran yoki davlat joylarida ham davlat tilidan foydalanish majburiyatini kirgizib qo'ygan yoki iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunlarda ham bor. Men bunga hali qonuniy chiqib har bitta kafe, restoranlarga tekshirishni boshlamadim. Men shunchaki gapirayotgan narsam qonuniy huquqimni so'radim, bo'ldi. Agar kimdir bunga agressivlik bilan qaraydigan bo'lsa, bu birinchi masala edi. Ikkinchi masala aniq va tiniqlik bilan maqsadlarimizni aniqlab olaylik. Meni maqsadim, ya'ni men targ'ib qilayotgan maqsad hozir bu. Birinchi o'rinda har qanaqa kafe yoki restoranlarda yoki davlat joylarida o'zbek tilida xizmat ko'rsatish birinchi o'rinda turishi. Bu meni iltimosim emas, qonuniy haqqimni talab qilishim. Bu birinchidan. Ikkinchidan, men o'zbeklar ichida, masalan, til yo'qolib ketyapti degan fikrni oldinga surgan bo'lsam, til umuman o'zbek tilida yo'qolib ketyapti yoki odamlar o'zbek tilida gaplashishni to'xtatib qo'yyapti emas, til ichidan yo'qolib ketyapti. Даже уже вообще shunaqa so'zlarni ishlatishimiz haqida gapirdim. Va ikkita o'zbek bir-biri bilan turib agarda rus tilida gaplashadigan bo'lsa, xuddi shu muammo undan ham kuchli rivojlanishi va shu sababchiligini ko'rsatib berdim. Ya'ni ikkita o'zbek bir-biri bilan gaplashayotganda ruscha o'zbekcha aralashtirib gapirsa ham bir-birini tushunishini bilgani uchun shunaqa muammo paydo bo'lganligini tushuntirdim. Aniq va tiniq bilib olaylik. Agarda qaysidir harakatim yoki kimnidir narsasini olish kerak emas, o'zbek tilida gapirmasa degan gaplarim bo'ladigan agressiv kimgadir ko'ringan bo'lsa, bu shunchaki meni qonuniy haqqimni talab qilganim va men shuna qilaman. Agarda xohlasanglar, sizlar ham shuna qilinglar, xohlamasanglar qilmanglar. Qolib ketgan eng muhim yana bir narsa, tan olaylik. Ayniqsa Toshkent shahrida kafe yoki restoranlarga ishga kirmoqchi bo'lsak, o'tda mayli mijoz sifatida o'tirmoqchi bo'lganimiz, ishga kirmoqchi bo'lsak, rus insonlardan o'zbek tili majburiyat sifatida talab qilinmaydi, lekin o'zbek insonlardan rus tili majburiyat sifatida talab qilinishi bor. Va shuning uchun ham shunga qarshiman. Nimaga biz O'zbekistonda davlat tili birinchi o'rinda bo'lgan joyda o'zbeklar rus tilini o'rganishga majburda ishga kirayotganda, lekin ruslar o'zbek tilini o'rganishga majbur emas degan narsani oldinga surdim. Shunaqa gaplar. Tushuntira oldim degan umiddaman fikrlarimni. Hammaga rahmat, sizlar bilan aktivist bo'ldi.